puli bor, lekin pulni qanday ko'paytirish yo'lini bilmayotganlarga bitta video qilib berasanmi? Bor bitta shunaqasi. Jonkalarim, qizlar jonlar, mana shunaqangi original koreyskiy bo'lgan, original kartoshka bo'lmaydigan kolgotkalarimiz rayon brendda qizlar donasi 7000 so'mdan 10000 so'mgacha chiqyapti. Ulgurib olinglar qizlar, soni sanog'i yo'q, har xil uzorlarda qizlar. Voy, mana bu go'zallikni ko'ryapsizlarmi qizlar? Original qizlar, bahor, kuzgi, qishki variantda qizlar, qalingina bo'lib kelgan, donasi keyinroq aytaman. Men o'zim qizlar bozordan olganimda 350 ming so'mdan 3 ta farzandimga olganman qizlar. Вообще original, bozorda o'ta qimmat sotiladigan sportikalarimiz bizda keladi. Atigi 62 ming so'm, har xil ranglaridan bor qizlar. Sizlar faqat ulgurib olsanglar bo'ldi. Bizdagi razmerlar 1 yoshdan boshlab 20 yoshgacha. Asoslar jonlar, bir-biridan asal, bir-biridan shirin bo'lgan ko'ylakchalarimizning narxi atigi 20 ming so'm, 200 ming so'mdan sotilayotgan vitrovkalarimiz bizda 50 ming, 52 ming so'm chiqyapti. Shunda foyda 100 ming so'm bo'lyaptimi? Shoshilamiz. Bunaqa narx, bunaqa reytingi, bunaqa banditskiy narxlar hech qayerda yo'q qizlar. Obuna bo'lib qo'yamiz. Yaqinlarimizga, endi biznes boshlayotganlarga qizlar, ayniqsa tezlik bilan yuborib qo'yamiz